Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz birodarlar. Bugungi qisqacha roligimiz inkubator orzu haqida. Ushbu inkubator ko'rib turgan inkubatoriz yarim avtomat inkubator byudjetli. Mana shunday qilib ishlangan. Bu apparatimiz 30 ta 35 ta uy tovuq tuxumlariga mo'ljallangan bo'lib, to'liq avtomatlashgan inkubator. Bu ham yarim avtomat deymiz. Tuxumlarni qo'lda aylantirib turasiz birodarlar. E'tibor bering, juda ham byudjetli qilib ishlab qo'ydik. Endi arzonrog'i bormi deganlarga mana shunday inkubator bor. Mana narxi 450 ming so'm. Bemalol ochiladi. Bir kunda 2 mahal tuxumlarni aylantirib turasiz. Ochilish juda ham oson. Mana shuni ochasiz. Tuxumlarni solasiz. Suv idishi bor. Bir tomonda shu suv idishiga suv quyib qo'yasiz, bo'ldi. O'zi kerakli namlikda ushaydi. Issiqlikni esa mana bu yerdan nazorat qilib turadi. Akkumulyatorga ishlaydi aziz birodarlar, e'tibor bering. Akkumulyatorga ishlaydi mana. Mana shu simi krokodilchiklar komplektida bor. Akkumulyatorga ulashingiz bilan voltmetr mana shu yerda ko'rsatib o'tilgan voltmetrdan necha volt qolganini ko'rsatib turadi. Issiqlikni mana shu termoregulyator W1209 termoregulyatori nazorat qiladi. O'ta aniqlik bilan ishlovchi inkubator. Aziz birodarlar, e'tibor bering. Yarim avtomat. Tuxumni solasiz, suvni quyasiz, ertalab bir marta aylantirib qo'yib, kechqurun bir marta aylantirib qo'yasiz, bo'ldi. Qopqoqni ochiq. Boshqa hech qanday bir tashvish, bir hachami yo'q. Hech nimani tayyor nastroyka holatda boradi. Svetlari bor mana. Aziz birodarlar, shu inkubatorlarimiz sinovdan o'tgan. Marhamat. Xarid qilishingiz mumkin. Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing, marhamat. Albatta chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Shunday konteynerdan tayyorlangan byudjetli inkubator aziz birodarlar. E'tibor bering. Mana shu inkubatorimiz ochish foizi o'ta yuqori. Narxi yana qaytaraman 450 ming so'm.